poyabzallikning birinchi belgilari qanday bo'ladi? Ko'p hollatlarda ona qornida vitamin D yetishmasdan tug'ilgan bolalar ko'krak deformatsiyalari, peshonadagi shishlar, qattiq qomatning buzilishi yaqqol chaqaloqlik davrida ham yuzaga keladi. Ortopedik muammolarni uy sharoitida qanday oldini olish mumkin? Ortopedik muammolarni oldini olish uchun suyak mushak holatini doimiy bir holatda ushlab turmaslik, gimnastika, toza havo va shaxsiy gigiyenaga alohida ahamiyat berish zarur. Qanday poyabzal bola uchun to'g'ri hisoblanadi? Endi qadam tashlayotgan bolajonlar uchun yumshoq poyabzallar, keyingi holatda esa shifokor nazorati yoki bolaning umumiy holatiga qarab tanlangan individual tarzda tanlangan oyoq kiyim eng qulay yoki foydali hisoblanadi. Endi yurishni boshlagan bolaga ortopedik poyabzal shartmi? Endi yurishni boshlagan bolajonlarga ortopedik poyabzal mumkin emas, sababi bolani oyog'i endi shakllanayotgan bo'ladi. Bolani oyog'i 3 yoshgacha shakllanib, 3 yoshdan keyingina shifokor nazorati bilan ortopedik oyoq kiyimlar tavsiya etiladi.